Yo, asta. Mani vaqtim o'chilayotganki, xudoga shukr. Baxtingiz yo'limiz, eshik yoping. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qorning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap, mani qornim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'la, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha, o'g'lim, qora nima deyapti qora? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin. Bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qorni o'xshab osilib yotibdi. Wilson qishingda bir jiyin. Voy, men ham qo'rnchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yastıqcha chiqib turibdi. Voy qol. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy tavba qildim. Voy tavba. Ha, xola tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Oo, Boburjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nimaga unday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobur! Bobur! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qorni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi? Ye dada. Talat bolam. Ukajon yaxshimisan? Aka. Bolam eshik. Shu ukang Toshkentda bir hafta saniga turib tursin. Men onang bilan bir hafta dam olishga borib kelay bolam. Mayli dada. Bo'pti, o'zingni qishloqda salom ayting dada. Bo'ldi, men bir hafta. Ukajon, uyqung kelgan bo'lsa, mana bu xonachaga kirib uxlasang bo'ladi. Biz yangang bilan spalniyada uxlaymiz. Yo'q. Alo dada. Akam bilan kelinimiz spalniyada o'tirar ekanman, anu katakchada kichkina xonachasida. Endi shuni ham aytasan. Sharoiti yaxshi xonani ham. Endi bir og'iz aytay. Ani pishak boqardi-yu, o'sha yerda yotaman ekanda. Pishak boqmaymiz, yaxshi xona u. Dadam bir og'iz aytgan degan, shuncha aytyapman. Dada. Bu akam biron marta oyimga televizor berganmi? Bu xotin-quliz xotinchasiga karter televizor beryapti. Ha, ko'zim bilan ko'rdim karterniki. Xo'p, dada, oyligimni olishim bilan sirasi pul jo'nataman. Hozir o'zimda ham yo'q-da, oyligimni kutib o'tiribman. Aya dadamga ayting, ishonmasin. Kecha 100 oylik olgan xotinchasi charaqlab sanab o'tirganini ko'rgandim. Juda yomon bo'lyapti buningiz, aya. Dada, ana o'g'ilchangiz bilan keliningiz bor-ku, fason bo'lib kiyim olib, ana qum o'qishi bor-ku, Yangi O'zbekiston bog'iga kelishgan. Nimaga kelganini o'zi bilib sizga aytaman, dada. O'ylaring, chertillab o'ylaring. Dada, men bildim akam nima uchun Yangi O'zbekiston bog'iga kelganini. 19-aprel kuni ayam yaxshi ko'radigan aniq K-popperlar bor-ku, patsap. O'shana qo'shiq aytadiganlar konsert berar ekan. 20-aprel kuni siz yaxshi ko'rgani bor-ku, gitara, Mirjalol Ne'mat o'sha konsert berar ekan. Mana shu o'g'lingiz sizni bir marta Toshkentda konsertga olib kirdimi? Olib kirmaydi, dada. Bu xotin quli-ku. Dada, ana qishloqdagi uyni kadastrini menga o'tkazing. Xo'p, sizni yaxshi ko'raman, dadajon, I love you. Dada, kechki soat 1, ana ikkalasi xingillab spaniyaga kirib ketishdi. Nima qilishayotganini ko'rib aytaymi? Bilasizmi nima qilishayotganini? Ya, bo'ldi. Kallamim kelmabdi. Lekin kelinim kecha shunday ayamni yomonladi, ayasiga telefon qilib. Hamma bilmagan ekanmiz bu kelin, dada.